Assalomu alaykum. Men Habibulloh Halimovich, rus tilidan oliy ma'lumotli xalqaro siber sertifikatiga ega o'qituvchi. Bu mavzuda sizlar bilan biz rus tilini filmlar, seriallar, podkastlar va intervyular orqali o'rganishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ajoyib gayd bor. Ana shu gayd qo'llanmani qanday ishlatishni o'rgataman sizlarga. Xo'p, bu yerda demonstratsiya ketadi. Qarang, unda boshladik. Birinchisi, film va seriallar bilan ishlash. Bunda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Maqsadni aniq belgilaysiz. Birinchi navbatda maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Ya'ni so'z boyligini oshirish, eshitish orqali tushunishni yaxshilash, talaffuz va intonatsiyani mashq qilish. Aniq biror bir punktni o'zingiz uchun belgilab oling birinchi navbatda va shunga ko'proq e'tibor berib, shu ustida ko'proq amaliy mashg'ulotlarni bajarish kerak bo'ladi. Ikkinchisi va eng muhim jihati bu yerda darajaga mos kontentni tanlash kerak. Juda ko'p rus tilini o'rganayotganlar shu muammoga duch keladi, ya'ni video materiallar, audio materiallar yoki kitoblarda darajasiga mosini tanlab ola olmaydi. Biz bu yerda filmlarni ko'rib chiqamiz. A1, A2 darajada siz multfilm yoki o'quv videolarni ko'rishingiz mumkin. Mana misol uchun bizda bu yerda Yeralash turibdi. Ya'ni hozir shu yerda Yeralash misolida ko'ramiz. Deylik, Smishariki yoki Yeralash. Mana Smishariki yozdik, Smishariki bu yerda ketyapti. Ko'rasiz? Endi ovoz chiqmayapti chunki mikrofonga yozayotganim uchun. Bu yerda suhbatlar bor. Jonli muloqot, siz to'xtatib buni tushunmagan joyingizni qaytadan ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta zo'ri bu yerda Yeralash. Xo'p, Yeralash. Yeralashda ham xuddi shunaqa. Bu juda eski versiyalari bo'lishi mumkin, lekin yangi versiyalari ham bor. Misol uchun mana bu yerda ko'ramiz, Yeralashning yangiroq versiyalarida zamonaviyroq holatlar bor. Siz haqiqiy ruslar qanday gaplashishi, ular o'rtasidagi muloqotlar qanday kechishi bo'yicha to'liq tushunchaga ega bo'lasizda, buni real hayotda qo'llasangiz bo'ladi. Bu ustida albatta ko'proq ishlashingiz kerak buning uchun. Xo'p, keyingisi deylik B1, B2. Oddiy badiiy filmlar bo'lishi mumkin. Deylik, bu yerda Kuxnya bilan Fizrukni men misol keltirganman, chunki ikkovini ham o'zim ko'rganman. Mana bu yerda Kuxnyani menimcha ko'rganlar ham bor. Kuxnya. Mana. Kuxnya. Birinchi sezonidan ko'rib kelsangiz, uchinchi sezonlarga hozir uchinchi sezoni ham chiqqan. Agar siz birinchi sezonidan ko'rib kelsangiz, noldan juda ajoyib komediyaga boy serial. Sizni kayfiyatingizni ko'taradi, maza qilib ko'rasiz, haqiqiy jonli muloqotni ko'rasiz ruslar o'rtasidagi. Biz odatda e'tibor bersangiz, badiiyroq rus tilini o'rganamiz, lekin mana bu yerda har qanaqasi aralashiga bor. Ya'ni ko'cha tili, muloqot tili, oddiy jargonlar ham juda ko'p uchratsangiz bo'ladi. Mana shu joyda siz ularni to'xtatib analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ovoz eshitilmayapti, lekin ovozini mana shu Kuxnyani yozsangiz ko'riladi serial. Shu tartibda bir necha seriyasini to'xtatib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, dальше keyingisi bizda nima edi? Fizruk. Xo'p, Fizrukdan ham xuddi shunaqa. Fizruk ham juda ajoyib serial, sal kriminal borga o'xshaydi, lekin asli komediya. Fizruk. Mana bu yerda ham Dmitriy Nagiyev asosiy rollarda o'ynagan. Juda zo'r serial, komediya, kayfiyatingizni ko'taradi anchagina. Boshqa rus seriallarini ham, kinolarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Keyin mana shular optimal variant uchun. Xo'p, navbatdagisiga o'tamiz. Navbatdagisi S1, S2 zamonaviy dramalar, intervyular, hujjatli filmlar. Ana endi bu yerda daraja ancha yuqoriroq bo'ladi. Daraja yuqoriroq. Shu uchun bu yerda siz agar daraja S1, S2 bo'lsa, shunga mos narsani tanlash kerak bo'ladi. Endi bunga yana bir alohida to'xtalamiz. Keyingisi tomosha qilish bosqichlari. Ya'ni qaysi bosqichlarda, qaysi ketma-ketlikda siz bularni ko'rishingiz kerak. Birinchi ko'rishingiz subtitrlar bilan. Umumiy mazmunni, ya'ni o'sha kontekstni tushunish uchun siz buni subtitr bilan ko'rishingiz kerak. Chunki vizualizatsiya siz oldingizda tekst bo'lsa, uni tushunish osonroq sizga. Ikkinchi marta ko'rishingiz qismlarga bo'lib. Deylik 2 minut, 5 minutli qismlarga bo'lib olasizda, ana shu so'zlarni siz yangi eshitgan so'zlaringizni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingisida intonatsiyalar va iboralarni tahlil qilasiz. Ya'ni so'zda qaysi harfga intonatsiya, ya'ni urg'u beryapti, cho'zyapti ana shu akraska deymiz. Ana shu akraska intonatsiya juda ifodali qilib beradi. Iboralarni tahlil qilasiz. Keyingisi, uchinchi tomoshangizda subtitrlarsiz. Endi subtitr qo'shmagan holatda materialni mustahkamlash uchun ishlaysiz uning ustida.
Eng asosiysi amaliyot 4-qismida 5-10 daqiqa yangi so'zni yozish kerak. Ya'ni qanday holatda? Shunchaki o'sha so'zni o'zi emas, изучить, ya'ni o'rganish emas. Например, я изучил новые слова, или выучил. Men yangi so'zlarni yodlab oldim. Изучил o'rganib chiqdim bo'ladi. Например, я изучил новый материал. Men yangi materialni ko'rib chiqdim, o'rganib chiqdim bo'lsa. Ana endi shu изучить qanaqadir fe'l yoki ish harakat bo'lsa, ular bilan gap tuzish kerak. Ana shu siz ko'rgan qahramonlarni ish harakatlarini qaytarib talaffuz qilib ko'rish kerak. Ular qanday intonatsiya beryapti, qanaqa akraska beryapti unga, shuni takrorlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Dalsha. Endi mana bu yerda tepada C1 C2 darajadagilarga deganim shu joyga qaytamiz. Endi podkast va intervyular bilan ishlash. Bu yuqori darajadagi bo'lganlar uchun, deylik siz ma'lum bir darajaga egasiz, rus tilida B2 darajaga egasiz, C1 C2 darajaga ko'tarmoqchisiz o'zingizni. Bu uchun sizga podkastlar, intervyular yordam beradi. Sizni qiziqtirgan mavzuda podkast tanlashingiz kerak. Xohlagan mavzungiz bo'lsin, sizga eng asosiysi qiziqarli bo'lsin. Masalan, bu madaniyat, ish, kundalik hayot bo'lishi mumkin. Misol uchun menda личное развитие, ya'ni shaxsiy rivojlanish, личный brend, shaxsiy brendda psixologiya menda. Endi kimlarni kuzatish mumkin? Mana bu yerda yozyapman Aleksey Sitnikovda deyapman menda. Aleksey Sitnikov bor. Shuni kuzataman deylik. Mana bu yerga YouTube'ga yozasiz. Har qanday mavzuda chiqib kelaveradi. Mana Aleksey Sitnikov kelyapti. Правильный сон. Mana to'g'ri uyqu bo'yicha gapiryapti. Aleksey Sitnikov ancha sekin gapiradi, intonatsiyasi zo'r, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun darajani oshirish uchun note, ya'ni o'zingizga belgilab ketishingiz kerak bo'ladi. 5 sekretov mana bu yerda e'tibor bering. Subtitram bor holatida mana bu yerda o'tkazamiz. Это не просто повышенная тревожность. Mana ko'ryapsiz, subtitr bor. To'xtatasizda analiz qilasiz. Yana bitta misoli bo'lsa, Roman Tarasyenko deylik. Brian Tracy, Roman Tarasyenko. Bu men tanlayotgan nomzodlar. Siz o'zingiz uchun yoqtirganlaringizni tanlang. Menga mana shularni ko'rish qiziqarliroq, bular meni qiziqishlarimga oid. Ketdi mana. Стыд, тревога, скука, как нас разрушает психика, секреты общения, misol uchun. Как убрать тревогу? Mana. Tarasyenko juda ishlaydi. Formula счастья Hakamada. Irina Hakamada bilan misol uchun mana Hakamadani yaxshi taniyman. Bir soatlik 16 chiqaman, deylik, eshitaman. Juda ritmda sekin gapiradida, sizda zo'r imkoniyat bor. Xohlasangiz bu yerda tezligini pasaytirib oling. Sizga tezligini pasaytirib olsangiz ham bo'ladi. Bir ikkita pastga tushirib oling. Bu eng zo'ri, bir ikkita pastga tushirib olsangiz, bu tez bo'lsa, nutqi yana ham sekinroq eshitishga berasiz. Xo'p, deylik menda yana Mikhail Lapkovskiy bor. Oxirgi anchadan beri Mikhail Lapkovskiyni kuzatib boraman. Bu lekin meni qiziqishlarim, bu shuning uchun o'zingizning qiziqishlaringizga e'tibor bering. Зависимость от чужого мнения, boshqaning fikriga moyillik, uni fikridan зависимость. Lapkovskiy buni podkastlarda, intervyularda, razborlar qiladi. Qiziq bo'lgan mavzuda podkast, intervyular ko'rib chiqishingiz kerak. Yoki Mikhail Lapkovskiyning o'zi bilan bo'lgan intervyular bor, juda ko'p bergan intervyulari. Ana shularni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Biz bu yerda Brian Tracy'ni o'tkazib yuboribmiz. Brian Tracy'ga ham qaytib qo'yamiz bir qator. Brian Tracy. Sizlarga srazu ko'rsatib ketyapman, ya'ni bular bor, realniy bor narsalar, ishlayotgan narsalar, bularni qo'llash kerak. Brian Tracy. Твой источник энергии. Посмотри, если чувствуешь лень. Mana agar sizda dangasalikni his qilayotgan bo'lsangiz, subtitr bilan borib sizga juda qulay. Subtitr bilan эффективный способ избавиться от этой привычки, misol uchun. Xuddi shunaqa ancha sizga samarali bo'ladi. Keyingisi platformalarni ishlatish kerak. Platforma, misol uchun Yandex Music kirasida podkastlar bo'limi bor u yerda. Telefoningizda eshitib yursangiz bo'laveradi. Telefoningizda osongina YouTube'da mana hozir YouTube'nikini ko'rsatdim. Qiziqqan shaxslarga oid intervyularni ko'rasiz. Rus tilida bo'lishi shart, rus tilida. Yoki mana Arzamas radiosi bor. Bu ham YouTube'ga yozamiz. Mana deylik, Arzamas radiosida radio
Arzamas radio. Desiz, mana Arzamas radiosida juda ko'p ma'lumotlar bor rus tiliga. Zачем учить языки? Как зарабатывал Бетховен? Bular ruscha materiallar. Shular asosida ko'rib chiqsangiz bo'ladi. В чем секрет популярности Таро? Endi bu yerda har xil materiallar bor, lekin rus tilida hammasi. Eng qizig'i rus tilida. Mana deylik, Skladывался Moskovskiy shoir haqida mixlar eshitib borasiz. Bu yerda audio eng muhimi eshitib borasizlar. Ko'rib ketaverasiz. Shu tartibda ishlatsangiz bo'ladi. Yoki mana YouTube'dagi podkast bor. Russian with Max hozir ko'rsataman. Bu bola real hayotdan kechishlar. Har xil vaziyatlarda Rossiyada yurgan holatda har xil vaziyatlarda ko'chalarda odamlar bilan yurib gaplashadi. Endi bu ingliz tili bilan aralashgan holatda, lekin jonli muloqotlarni ko'chada olib boradi. Bu juda qulay. Subtitrlari chiqyapti, subtitrlari juda oson. Krasnodarda yurib rus tilini o'rganyapti. Krasnodar shahri markazida yurib rus tilini o'rganyapti. Ketdi mana. Ketyapti-da, rus tilini Krasnodarda yurib odamlar orasida o'rganyapti. Bu narsalar qachon ish beradi? Qachonki siz realni ishlatishni boshlasangiz, bu qo'llanmani hayotingizda qo'llab kerak. Keyingisiga o'tamiz. Mana Russian with Max'ni ko'rdik podkastini. Keyingi slaydimizda podkastlar, intervyular bilan ishlashdagi bosqichlar. Tinglash bosqichi, yana tepadagiga qaytamiz. Birinchi bosqichda oddiygina tinglaysiz. To'xtatmasdan tinglab yurasizda. Ikkinchi bosqichda 1-2 daqiqalik deylik bo'laklarga bo'lib eshitasiz. Boshida aytdim, 5 minut bo'lishi mumkin, 2 minut bo'lishi mumkin. Ajratib olasizda o'sha qismini yozib olish kerak. Eshitdim, ko'rdim, subtitr bo'lsa yana so'ra yozib olasiz. Nima dedi? Tushunganingizni yozasiz. Shuni analiz qilasiz. 3-bosqichda talaffuzni taqlid qilish. U odam nima deyapti? Qanday talaffuz qilyapti? Qanaqa intonatsiya beryapti? Yana shu ovozingizni yozib oling. Bitta Telegram kanal ochib oling, o'zingizga ovozingizni, ko'chada yurganingizni, boshqalarni yozib borasiz o'sha yerga. Taqliddan boshlanadi. Men ham qachonlardir rus tiliga dars berishni taqliddan boshlaganman. Kimgadir taqlid qilib o'rganganman, taqlid qilib dars berishni boshlaganman, taqlid qilib onlayn darslar formatiga o'tganman. Shu uchun taqliddan boshlanadi hamma narsa. Daftar yuritishingiz. To'rtinchisi, eng asosiysi daftar yuritishingiz kerak. Asosiy iboralarni, ko'p takrorlanuvchi gaplarni yozib borishingiz kerak. Agar bu narsani faqat miyamda, kallamda deb qilsangiz, buni 0 koeffitsient ish berishi. Onlayn darslarda shunaqa o'quvchilar bo'ladi. Bo'ldi qildim, men miyamda qildim yoki og'zaki qildim. Yo'q, menga daftarda ko'rsat. Daftarda ko'rsam xatosi bor. Ana shu xatoni to'g'rilashim kerak. Sen ham to'g'rilashing kerak deyman. Xuddi shunaqa daftarda bo'lsin yozma tarzda bu narsa. Endi navbatdagi bizdagi resurslar mustaqil o'rganish uchun qo'shimcha resurslar. Bu resurslar realni ish beradi, chunki men bularni o'zim ko'rib chiqqanman va nimalar borligini bilaman. Buni mana sizga hozir yaqqol ochib ko'rsatib beraman. Deylik. Tak, nuka. Plus qurilmaga qo'shaylik. Mana saytni qo'shamiz bu yerga. Sayt. Mana bu yerda ko'rsatgan saytim Kartaslov.ru sayti. Birorta so'z yozasiz. Farqi yo'q, qanaqa so'zi bu yerda толкованиясini topsangiz bo'ladi. Так. Синонимlar. Сочетаемость. Посмотреть примеры употребления слов и словосочетаний в контексте. Ko'rasiz. Mana deylik, ощущение счастья, baxtni his qilish. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, baxtni his qilish deyapti. Ощущение счастья. Ощущение счастья – это настолько важный элемент жизни, что без него вы никогда не получите полного ощущения счастья. Xuddi shunaqa iboralarni ishlatishni o'rganasiz bu sayt orqali. Keyingisi Russian Podcast.eu. Bu yerda podkastlar bor, transkripsiyali podkastlar. Hozir buni ko'rsataman. Tak.
O'tamiz bu yoqqa. Mana sizlarga ochib ko'rsatib beryapman. Mana shu yerda podkastlar bor. Ko'ring, mana bu yerda hozir sizga ovoz eshitilmaydi, lekin mana shu berilayotgan saytlar bo'yicha to'g'ri yozib kirsangiz, mana audiolar turibdi. Podkast holatida языковой гедонизм eshitasiz. Integratsiya va Fransiya blogi eshitasiz. Запоминая традиции русской дачи. Misol uchun haqiqiy madaniyatlarini ham o'rgansangiz bo'ladi bu yerda. Запоминаем абстрактные слова. Впечатление, мечта, богатый. Как не забыть русский язык летом? Получать удовольствие от изучения языка. Реально ish beradigan narsalar. Bularni olib foydalanish kerak yoki bu yoqqa podkast bo'limiga o'tamiz. Podkast 1.39 deylik. Ketdi. Семья. Вопросы, знакомства. Mana ko'ryapsizmi? Семья. Кто будет делать уборку? Транскрипция bor bu yerda. Идеальная девушка. Готовим русские блины. Распродажи. Резервируем номер в отеле. Ya'ni резервируем номер в отеле. Ya'ni bron qilish. Mehmonxonada joy bron qilish. Moskovskiy zoopark. В ресторане. Реально bu yerda holatlar bor. Bu yerda PDF variantlarini tortib olib ishlatsangiz bo'ladi. Sport, романтика, кино, в книжном магазине, Москва, музыка, как вылечить болезнь, учим иностранный язык, teatr. Mana shu har xil holatlar, vaziyatlar sizni real nutqga, real holatlarga tayyorlab beradi. Buni eshitib ishlatish kerak bularni, albatta. Xo'p, keyingisi YouTube kanallari bor. YouTube kanallarni biz ko'rdik, aksariyatini ko'rdik. Yana bir qator YouTube kanallariga qaytamiz. Mana bu yerda men bor bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatib beryapman. Russian Progress bu kanalda menga o'zimga juda yoqgan, chunki bu yerda subtitrlari bor. Bu yerda bitta bola shunday sizga chiqib mana bu yerda ko'rsatib beradi. Реально mana tekstlar, subtitrlari bilan Я сегодня записываю этот выпуск в лесу, но не просто в лесу, я решил davom etyapti mana. Bu sizga katta ustunlik beradi, subtitri borligi. Реально ruslarda muloqotini eshitasiz, ularning jarayonlarini ko'rasiz. В Сочи. Я такой думал, не знаю, в Сочи я был 100 раз как-то. Поехали, окей, в Ереван. Я такой, yana xuddi shunaqa iboralar, qo'shimcha narsalar bor. Ya'ni bu real bor narsa, instrument ishlaydi. Men osmondan havodan olib qo'yib qo'yganim yo'q bularda, o'zim o'ylab yopganim yo'q. Izlanib ishlaydigan instrumentlarni qo'shganman bu yerga. Keyingisi Real Russian Club. Bu yerda ko'proq ingliz tilida bergan bu opamiz. Slow Russian lesson darslari bor. Rus tilida ko'rsatilgan qisqa harflar bu yerda listening partlar bor. Ingliz tilidagilar uchun mo'ljallangan, lekin siz uchun ham foyda beradi. Money, cell phone, har xil mavzularda ko'rib turibsiz. Mana shu mavzulardagina ishlatish kerak. Keyingisiga o'tamiz. Russian with Kristina. Mana bu yerda ham Kristina opamiz siz bilan biz uchun ajoyib materiallar tayyorlab qo'ygan. Mana. Смотри кино и учи русский язык. Bu instrumentlar bor. Mana shu topasiz, olasiz, ko'rasiz. Real ishlayotgan narsalari bor mana ichida. Russian language. Bu yerda short videolari ham bor. Keyingisi eng sizga zo'r, qulay, tushunarli bo'ladiganlaridan bittasi osonroq YouTube kanal, chunki juda bola tilidan tushuntiradi. A ruskum по-русски. Сколько это стоит сейчас в России? 10 ошибок иностранцев, изучающих русский язык. Rus tilini o'rganayotgan xorijliklarning 10 ta xatosi. Opani gaplari, darslari juda foydali. Mana 15 русских выражений. Har xil subtitrlari bilan har xil mavzularni tushuntiradi opa. Agar real mustaqil o'rganishga siz vaziyat qilib bo'lsangiz, o'z uchun shulardan foydalaning. Telegram kanalda albatta bu uchun faqatgina egasizlik qilgan holatda o'zimni Telegram kanalimni bu yerga qo'shib ketdim. Shuning uchun bu yerda faqatgina sizga tavsiya beraman o'zimni Telegram kanalimni. Mana Habibulloh Halimovich Telegram kanali. Xo'p, keyingi biz navbatdagi qismga o'tamiz. Samarali o'rganish bo'yicha maslahatlar. Amal qilsangiz real ish beradi. Epizodlarni qayta ko'rib chiqing. Mana biz tepada juda ko'plarini sanab o'tdik. Bularni qayta ko'rib chiqing. Bir xil joyni bir necha marta ko'rishdan cho'chimang, erinmang.
Agar erinadigan bo'lsangiz, bu instrument ishlamaydi. Mana men sizga tekin narsa beryapmanmi? Buni qadri, qiymati qachonki siz uni olib ishlatganingizda. Juda ko'pchilik aytadi, rus tilini o'rganish qiyin, qiyin, o'rgana olmayapman, tushunmayapman. Nimaga bu instrumentlarni ishlatmayapsiz? Osmondan shunchaki sizga boshingizga olma tushib qolib, Einsteinning kallasiga tushgandaqa ishlab ketishini iloji yo'q. Qiyinchilik bilan bo'ladi. Subtitrlardan vaqtincha foydalanish kerak, vaqtincha, lekin keyinchalik ularsiz tomosha qilishga harakat qilishingiz kerak. Doimiy subtitrlar bilan ko'rib yurish noto'g'ri. Yangi o'rganilgan so'zlarni o'sha kuniyoq og'zaki yo yozma nutqda qo'llash kerak. Nutqda bu narsani qo'llamasangiz, realniy jonli muloqotda qo'llamasangiz, buni foydasi, samarasini sezmaysiz. Siz o'zingizga bitta sherik toping. O'g'il bola, qiz bola farqi yo'q, bitta sherik toping kamida. O'zingizni haddan tashqari charchatmang. Charchatmaslik muhim, lekin ko'proq ishlash ham kerak. Har kuni agar siz muntazam ravishda har kuni 15-20 minut mashq qiladigan bo'lsangiz, bu ancha sizni vazifangizni osonlashtiradi. Siz deyarli 1% ga o'zgarishingiz, intizom, tartibli ravishda har kuni agar realniy 15-20 minutdan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu instrumentlar ish beradi. Siz bir oy o'tib o'sha natijalarni sezishni boshlaysiz, lekin har kuni qilish kerak bu narsalarni. Juda ko'pchilik darslarga yoziladi, boshqa joylarda onlayn, offlayn tartibda bu o'qituvchidan mo'jiza kutadi. Aslida mo'jiza bu sizning harakatingiz. Shuning uchun bu instrumentlarni oling, qo'llang. Albatta bu narsa sizga ish beradi. Yana bitta narsani sizlarga sirasi ko'rsatib ketaman. Bu video darslikni ko'rganingizdan keyin bu video dars sizga foyda berdi deb hisoblasangiz, mana bu yerda Instagramni ko'rib turibsiz. Instagramda meni video darsligimni ko'rib, atletga qilib ketsangiz, sizdan xursand bo'laman. Shu bilan bugungi darsligimiz tugadi.